Hech kim haqida fikrim yo'q, to'g'risi bor. Har kim narsalari bor. Ha, bitta qiz yaxshi ko'rib qoladi, bola boksyor bo'ladi. Bola reper bo'ladi, yaxshi ko'rib qoladi. Qiziga ketadi. Bola repdan chiqib ketadi. Hech kim haqida fikrim yo'q. Har kim ijodi o'ziga yarasha ijodini qilsin, gazini bossin. Lil Jon haqida fikrimiz bor. Lil Jon haqida fikrim bor. Qo'y ashlasini hozir mana men boshqa haqida fikrim bor lekin. Motherfucker. Mana. Eshitib ko'ring, mana shunani, endi yoqsa nomini yozib yuboraman, zakrepit qilib. Here we go. 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 Move, bitch, get out the way, ho. Fuck that shit, get out the way, ho. Move, bitch, get out the way, ho. Bo'ldimi? Tupak hayot bo'lganida shu repga bosardi like deganman. Men u Tupak qaytsa like bosmaguncha ijod qilmayman yoki qilaman degan joyim yo'q. Lekin bor bitta shunga o'xshash napadobi gapim. Tupak go'rdan tirilmaguncha men ijoddan ketmayman degan gapim bo'lgan. Oldin yoshlikda. Inkor qilmayman, aytib qolganiga men bilmayman. Unaqa gap gapirmaganman, lekin gapirgan gapimni gapirdim deydigan bolalar. Так что bittimishi? Bo'ldimi bittimishi? Hali beri ketmayman ijoddan. Ancha-muncha vaqtgacha mana shu yerda do'diraman ekan. Alaykum assalom, Rasul qalaysan, qilmisan, charchamaysan, kam salomatmisan? Donolaring, videolar hammalik yaxshimi? Alloh ko'p ishlatsin. Da, ozgina Narayoni degan joylari bor, rayonda yurimiz aylanib. Men duetni pulga qilmayman, to'g'risi. Men hech kim bilan duetni pulga qilgan bola emasman, avvalambor har doim. Mana men qilaman, bormi qiladigan? Talantga qarab kelgan. Avvalo duet qilaman deyapti. Talant bo'lsa bo'ldi, duet quramiz. Ya Sardor sekin bosamiz olamiz. Mashrab aka bilanmi? Mashrab bilanmi? Sunnat aka, assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Qatladasiz. Keling yangi boshga, aka. Biroq ijodni to'xtatmang demoqchiman bo'ldi. Ha, yo tushundim men gapingizni shunaqaligini. O'shancha aytganman, hali bir ijoddan ketish yo'q. Rahmat, salamlar, yaxshiman. O'zing qalaysan akam, siz o'misan?